Assalomu alaykum. Abu Hanifa rahimahulloh. Bu kishi kim? Bu diniy mavzu emas. Bu shaxslar haqida ma'lumot bermoqchiman. Ya'ni Abu Hanifa rahimahulloh o'zining asl ismlari Nu'man ibn Sobit. Bizning mintaqamizdagi musulmonlarga mazhabbosh hisoblanadi. Ya'ni fiqh masalalarda yo'lbosh hisoblanadi. Abu Hanifa deb nimaga aytiladi? Abu Hanifa deb aytilishligiga o'zi xos bir voqealari bor. Mana shu voqealarga asoslanib Abu Hanifa deyiladi. Siz buni bilarmidingiz? Bilmasangiz eshitib qo'ying. Abu Hanifa deyilishligiga sabab bir kun Nu'man ibn Sobit, ya'ni o'sha Abu Hanifa uylariga kirganda bir savol borasida o'ylanib, o'yga tortilib qoladi. Shunda qizlari sizni nima o'yga tortdi, otajon deb savol beradi. Shunda menga bir savol berildi, men bu savolga javob bera olmay qoldim deb aytadi. Agar mana shu savolingizga men javob beradigan bo'lsam, meni ismim bilan kunyalanasizmi deydi. Shunda otalari ha deb javob beradi. Shunda ana shu qizi, ya'ni Abu Hanifaning qizi ana shu savolga javob beradi va Abu Hanifa degan nom bilan tarixda qoladi. Abu Hanifa bu bizni mazhab boshimiz, Nu'man ibn Sobit. Yaxshilab bilib olganimiz yaxshi. Assalomu alaykum.